Beshinchi mart 2026-yil. Har payshanba yoshlar oyligi o'tkaziladi. Muborak tumanida mana harbiy qismda vatanparvar tashkilotini avtomobil mashinalari, shuningdek harbiy qismni jangovar qurollari ko'rgazmasi tashkil etilgan. Ichkarida hozir yoshlar bilan uchrashuv bo'lyapti. Taklif qilingan tumanimizdagi barcha yoshlar mana bu model faollar zalida hozir yig'ilish bo'lyapti. Keyin mana 30-son Muborak madaniyat markazi o'z konsert dasturlarini namoyish etadi. Bugungi konsert dasturida 35-son Muborak madaniyat markazi badiiy rahbari Kamina Sherali Xoliyev, shuningdek xonanda Orifjon Hakimov va madaniyat vaziri nazariga tushgan shogirdimiz Dima. Madaniyat vazirimiz bilan uchrashgansanmi Dima? Sovg'alar olgansan, ha? Ijod qanday bo'lyapti? Bitta chalib berchi. Büyük Abdülkadir İsmail Bölüğü'nün. Katılca. Barakallah. Dimani bir ajoyib talanti bor. Hali bu operalarni ham aytadi. Juda ajoyib, noyob ovozi bor. Qanday tilak bildirchi yoshlarga? Yoshlarga tilak gapirchi. Yoshlar qanday bo'lsin? Barkamol avlod bo'lsinmi? Barakallah, shunga o'zi yetadi. Mana bu yerda yana iste'dodli yoshlar taklif qilingan. Sanoqli daqiqalardan tadbir marosimini boshlaymiz. Havo sovuq. Bugun 5-mart 2026-yil yomg'ir juda zo'r yog'di. Havo sovuqligi sababli mana qish kiyimlarni hali yechganimiz yo'q. Hammaga sog'lik, salomatlik, xonadonlarda yaxshi kun bo'lsin. O'zbekiston jonajon vatanimiz rivojlansin, olam xalqi havas qilsin. Yurtimizda tinchlik bo'lsin. Muborak tuman vatanparvar tashkilotiga ham ishiga omadlar. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.